Akalar, hozir shayton aravada sizlar bilan birga osmonga chiqamiz-da. Buyuk Xitoy devorini ko'ramiz. Necha pulga tushadi? Hammaga qiziq. Qaranglar, 2 kishimiz va operator 3 kishimiz o'pshi necha pulga tushadi? Videoni oxirida aytib o'taman. Ketdi o'rtoqlar, to'xtanglar, eng muhim narsani esimdan chiqibdi-yu. Manbirat xonaga chaqirdilar, pasportimizni so'radilar va mahalladan spravka, inini, shunga o'xshash dokumentlarni qog'ozga yozishimizni so'radilar. Hammasini yozib, samolyotga qarab yurdik. Qanaqa samolyot? Vertolyotga qarab yurdik. O'rtoqlar, jamoa nomidan gapiraman. Bunaqa hali hech qaysimiz emotsiya olmaganmiz. Tanishinglar, bu yoqishim mexanik, yollardagi kapitan, mexanik bizga polni tushuntirdilar. O'zinglarni xotirjam tutinglar va naushnikni yechmanglar dedilar. Men bu xatoni qilib ko'rdim, sizlarga tavsiya qilmayman. Xuddi qulog'inglarni tegdi, kimdir do'mbira chalayotganga o'xshaydi. Mana bu emotsiyalar qaranglar, o'rtoqlar, shunaqangi mazza qildik. Voy, buncha vaqtma qilmasang deyishingiz mumkin, lekin siz menga ishoning, kapitanning oldida o'tirganingizda xuddi vertolyotni o'zingiz boshqarayotgandek bo'lar ekansiz. Chalg'imaymiz o'rtoqlar, men sizlarga Xitoy poydevori haqida gapirib berishim kerak-ku. Bu xitoyliklar miloddan avvalgi yillarda dushmandan saqlanish uchun tog' ustiga devor qurishni boshlaydi. Bu 21 ming kilometr tashkil topgan. Lekin hozirgi ma'lumotlarga qaraganda 8 ming 9 ming kilometr saqlanib qolgan deyshadi. Lekin shunaqa gap ham yuradi, dushman devordan emas, darvozadan kirgan deyshadi. Qanaqasiga? Bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng qiziq joyi, bizga vertolyotda uchish kishi boshiga $100 tushdi. Bizda bo'lsa 3 kishi edik, arziydi ishoninglar. Bu videoni hammaga emas, eng yaqin kelishni niyat qilgan insonlarga jo'natib qo'yinglar.